Bizga yangi kosmetikalar kelgandi. Hozir mana bu yerda ham kelgan, lekin bu joy bo'shatib hozir tezda buni obzor qilib bersam, keyin yangisini ham obzor qilamiz. Qaranglar nima keldi. Goodell vitamin C toner sirtkasini kutganlar. 40 ml kattasi bu. Mazza qilib ishlatasizlar. Keldi bundan. Loyli maska keldi. Axis White loyli maskasi. Hozir rosa kerakli narsa. Qora tochka, yog'lanishi bor yuzlar uchun. Yuzlari svejiy bo'lishi uchun haftada 1-2 marta ishlatsa bo'ladi. Detskiy omega keldi. Omega. Bunisi kalsiy. Omega rosa foydali bolalarga, zreniyalariga, immunitetlariga, baliq yog'i. Kalsiy ularni o'sishiga D3 ham bor tarkibida. Tabletka. Bunisi jelatin, ya'ni jele sifatida, lekin jelelari hammasi halol. Bu esa tabletka sifatida kalsiy, D3 ham bor tarkibida. Bundan ham keldi. Bularni hammasini men ichirganman o'zim bolalarimga. Vitamin C, vitamin C ni 20%ligi doktor Altayani keldi buni. Ham bundan tashqari o'simliklarning suvi bor. Ya'ni vitamin C ga boy o'simliklar bo'ladi, o'shaning suvi bor. O'shalardan biri bu Ablipixa. Keyin mana bu penkadan keldi. Shu penkani rosa yaxshi ko'rib ishlatganman. Yaqinda probnikini ishlatdim. Zo'r ko'piradi, zo'r tozalaydi. Bittada toza qilib beradi. Mana bu vitamin C penka ham Goodell. Bundan tugab qoluvdi. Keldi niacinamid penka. Bittada yuvganda yuz oqarganini his qilasiz. Keyin buni yuvish rosa oson. Bir pasda suvda yuvganingizda ketadi. Bir xil penkalarni uzoq ketkazolmaysiz. Bu tezda ketadigan zo'r penka. Uzoq vaqt ketadi. Keyin Numbujinda tonerdan peptidli nat tonerdan keldi. Buni sirtkasidan ham keldi. Bu sirtkasidan уже 3 edi, bitta qoldi. Nat pilla toner bilan ishlatsa zo'r effekt beradi. Yangi chiqqan, ham namlantiradi, ham peptidi bor ajinlarga, ham PDRN bor. Mana bu sirtkani ham bu rosa mashhur bo'lgan o'zim paytida birinchi Medipil'da kuchli essensiya sirtkalardan biri. Buni rosa ko'pchilik so'rardi. Har doim ham bo'lavermaydi, har doim ham topish qiyin. Hozir ham 5 dona kelgan xolos. Sirtka qilib ishlatasiz. Bu yerda kollagen, gialuron kislota, laktobakteriyalar bor tarkibida, peptidlar ham bor. 100 ml massa qilib uzoq vaqt ketadi. Bu essensiya o'z aslida, lekin sirtkadaqa effekt beradi. Chunki essensiya sirtka bir-biriga yaqin narsa. Laneige vitamin C kremimiz tugab qolgandi. Bundan ham keldi. 10 ml. Suroklari hammasini yaxshi. 27-yil. Qachongacha? Hali yana dekabrgacha. Keyingi yil dekabrgacha. 10 ml, ikkita olsangiz 20 ml. Bu ham zo'r krem, mazza qilib ishlatasizlar, oqartirish xususiyatiga ega. Qabziyati borlarga Lactafit keldi. Bu dori emas, probiotik, bemalol ichsalar ham bo'ladi. Bemalol zarari yo'q, faqatgina hazm qilishda yaxshilaydi. Buni pushtisi bor, siyoh rangi bor, ular ozdiruvchi. Medipil'da mana bu kremlarimiz ham tugab qoldi. Bundan ham keldi. Sirtkasi keldi. Mana bu sirtka, bu essensiya. 160 ming, 160 ming. Bu sirtkamiz, 230 ming essensiyamiz. O'zi qimmatroq chiqadi. Keyin depilatsiya kremlarimiz keldi, koreyskiy. Hidlari приятный, xushbo'y. Buni ham so'rashganda ko'pchilik, undan keldi, o'shancha qoldi. Doktor G penka, yog'li kombinirованный, ugriga moyligi bor. O'spirinlarga ham zo'r penka. Katta yoshlarga ham tushaveradi. Yog'li kombinirованный sezuvchan bo'lsa. Bundan ham keldi, tugab qoldi. Vitamin C tonerimiz keldi. Goodell'niki. Bemalol ishlatsalar ham bo'ladi birgalikda. Bir xilga odamlarga vitamin C rosa ham yoqadi. Terlari yaltilab, porlab ketadi. Shunaqa klientlarimiz bor, faqat vitamin C ishlatishadi. Shu vitamin C'siz yashash olmaydi. Shuning uchun vitamin C ham ishlatib ko'rish kerak. Hozir bu antioksidant bo'lgani uchun qarishlarni ham sekinlashtirib, terini oqartirib, chiroyli qilib beradi. Qo'l kremlarimiz tugab qoldi. Mana bunaqa yogurtli qo'l kremlarimiz keldi. Rosa hidlari приятный. Va enzimkamiz ham tugadi. Bundan ham zakaz qildik. Keramik guruch bor. Mana o'zimda ham bor. Yumshoq enzimka sezuvchanliklarga ham tushadi. Numbujin 5+ sirtkamiz. Bunga ham ko'p yaxshi o'tiblarimiz bor. Vitamin C, glutation tarkibida bor va boshqa oqartiruvchi moddalar. Eng ko'p sotadigan sirtka kremlarimizdan biri. Tinmay sotamiz. Kremidan уже bitta qoldi.
Keyin yangi chiqqan kollagen dozasi katta, apelsinlik, bunisi nima edi oti? Golubika, anorli. Mix 3 xil 15 tadan stik jeli bo'ladi. Har kuni bittadan yeysiz, ham приятно yeyishga, ham anavi misol qorningiz och bo'lganda yeb olsangiz, sal qorningizda nima qiladi, aldaydi-da. Ham foyda organizmga, qayeringizga ta'sir qiladi. Bitta ichib ajinlaringiz ketib qolmaydi albatta. Qayeringizda kam bo'lsa, kollagen shetingizga ta'sir qiladi. Teringizda bo'lsa, teringizga jelelar yaxshi singadi deyishadi. Keyin sochingizga yoki suyagingizda kamayib qolsa, suyagingizda, qattingizda kam bo'lsa, o'shatingizga. Yaxshi sivrtka kichkina bo'lsa ham byudjetni so'raganlar uchun Centella'ni kichkina svirtkasidan keldi. 30 ml, 30 ml ham o'z svirtkalar 30 ml bo'ladi. Buni 100 ml ham chiqadi, hozir 30 ml dan keldi. Bu 110 mingdan. Melanon Medipil mana shu kremini ham ishlatganlar yaxshi ko'rishadi. Kremi va svirtkasi 30 ml dan. Bu ham tugab qoladi, zakaz qildik. Byudjetni zo'r BB krem beringlar. Hamma yuzga tushib ketadigan rangi, o'rtacha bug'doy ranglarga deganlarga mana bitta kollagenli BB kremimiz SPF ham bor qo'shimchasiga. Nima? Byudjetni maza qilish katasizlar, ayamasdan 70 ming turadi. Anva penkamiz tugab qoldi. Niacinamidli Anva penkamiz. Bu Anvani yangi chiqqan penkalardan bundan keldi. Esnaychi kremimiz tugab qoldi. Kattasi, kichkinasi общий ham sotiladi, alohida ham sotiladi. Bu ham zo'r krem, chunki biz nimalarni qayta-qayta zakaz qilayotgan bo'lsak, demak, o'shalar ko'p sotilgan yoqqan klientlarga, shuning uchun zakaz qilinadi. Tarkibi ham zo'r buni. Ishlatganlar bilishadi buni. Svirtkasi ham bor, toneri ham bo'ladi. Shu kremni ham ko'pchilik ishlatganlar menga yoqdi deyshadi. Kestichka so'raganlarga yaxshi kestichka bo'lsin. Professionalniy vizajist bo'lmaganlarga, kundalik hayotda o'zini makiyaj qiladiganlarga mana har xil kestichkalarimiz qo'yib qo'ydik. O'sha narxlari bilan bemalol makiyajingizni qila olasiz. Tenlarimiz, novo tenlarimiz keldi. Shu tenlarimizda ham har xilidan, olmaxonligidan, ayiqligidan, ham byudjetni, ham nima, zo'r ranglar, rastoshovka ham zo'r bo'ladi. Maza qilib ishlatasizlar. Ham upakovkasi rosa chiroyli, tremolaringda turgan. Keyin Roundlab SPF dan keldi, originali. Buni podelkasi ham bor. O'xshab ketadi bir-biriga, rosa ehtiyot bo'lish kerak. Bundan ham keldi. Keyin tonligidan ham keldi. Ton beradi ozroq, qurg'izlarga ko'proq tavsiya qilamiz. Mana pomada, вообще zo'r pomada. Boshqa ranglar topilsa ham обязательно zakaz qilamiz. Shunaqa bittada yaqinda bir ikkita qizlar surkab ko'rishdi pomadamni. 28 rangidan shunaqa zo'r ekan surilishi deb maqtashdi-da. Menda o'zi buni 3 xili bor, 26mi, 25, 25 bor ekan. 26 ga yaqinda rangi, mana shu 26 ham rosa chiroyli rang. Nima? 28, 29 jigarrangroq, uni kamroq ishlataman. Lekin mana shu har bitta puliga arziydi. Bitta olgandan keyin boshqa pomada ishlatmay qolasizlar, уже mana chicha qoldi. 10 ta zakaz qiladi, yig'ildi, уже 6 ta qoldi. Xo'p, bu yerda yana Aknon nimalar bekinyapti. Guriga qarshi, aynan gurini ustiga suriladigan mas quritib tashlaydi. Bundan ham keldi, bu ham tugab qoldi. Vitasub kollagenimizni aytmoqchi keldi. Bu kollagen nima qiladi? Ham ozdiruvchi, ham o'sha kollagendaqa hamma moddalari bor, teringizga ta'sir qiladi. Shunaqa o'simligi bor ichida, shu misol birorta narsa yesangiz, yog' qilmasdan, ya'ni parchalaydi. Buni ham o'zimning klientlarimiz bor, tinmay ichishadi. Mana shu bilan laktofit ichib ozganlar ham bor. Faqat ozroq dieta ham qilish kerak. Uglevodlarni kamaytirish kerak. Mana shunaqa zakazlar, kosmetikalar kelgandi. Narxlarini bemalol Telegram kanalimizda ko'rsalar ham bo'ladi. Bo'lmasam adminlarga yozsalar, erinmasdan hamma savollaringga javob beramiz. Silkasini opisaniyada va kommentariyada qoldiraman. Bemalol o'tib Telegramimizga a'zo bo'lsalaring bo'ladi.